1,5-2 yoshgacha bolalarni garshokka o'tirg'izish va siyishga o'rgatish mumkin emas. 3 yoshgacha bolalar bilmasdan siyib qo'yishi va siyish haqida ota-onasiga aytmasligi mumkin. Ko'pchilik ota-onalar 1,5 yoshgacha bo'lgan bolalarni qo'llariga ushlab olib, si, tush so'zlarni aytib siyishga o'rgatmoqchi bo'lishadi. Bu juda ham katta xato. Bu holatda bola siyishni shartli refleks asosida o'rganadi. Har qanday refleks asosida aql ishtirok etmaydi. Fiziologik, aqlga tayangan va nazorat qilinadigan siyish va ichki kelishi bola uchun muhimdir. Agar ota-ona bolani reflektor siyishga o'rgatib qo'ysa, bola kelajakda mustaqil siyishga va garshokka o'tirishga juda qiynaladi. Ivan Pavlov itlarda o'tkazilgan tajribalar natijasida shartli reflekslarga to'liq ma'lumot berib o'tib ketgan. Shartli refleksda jonzotlar uchun o'ta muhim. Bolalarni qachon garshokka va siyishga o'rgatish kerak? 1,5-2 yoshlar atrofida bolalarda kontrol qilinadigan, nazorat qilinadigan siyish va ich kelish jarayoni boshlanadi. Bolalarning ichi bir xil vaqtda kelsa, bolalar siyasanmi, iching keladimi degan gaplarni tushunsa va mustaqil kiyinishga harakat qilsa, bu holatda bolalarni garshokka o'tirg'izsa va siyishga o'rgatsa bo'ladi.